kichkinaligimda bog'chada menga archa va qorbobo haqida she'r yodlatishardi-da. Lekin bu yo'lga bitta e'tibor beringlar. Voy, mashalloh. Shu joyda sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. To'g'risi, bu holatni ko'rib men g'alati bo'lib ketdim. Nimaga? Chunki tasavvur qilinglar, agarda bizda qizlarimiz shunaqa yoshidan shunaqa ilmli bo'ladigan bo'lsa, ertaga qanaqa ilmli insonlar, qanaqa buyuk insonlar dunyoga keladi. Nima deydi? Yetim jimirlab ketdi va agarda sizda ham shunaqangi qiz farzandingiz bo'lishini niyat qilgan bo'lsangiz, bu videoga like bosib qo'ying va malol kelmasa bu videoni istoriyaga joylab qo'ying. Ya'ni toki shu ezgu niyatimiz ko'pchilikka yetib borsin. Hammaga rahmat.